Assalomu alaykum qadrdonlar. Demak, bugun sizlar bilan 30-noyabr 2025-yil tushgan milliy sertifikat savollarining tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi savol. Tezlik 1.8 km taqsim minut bo'lsa, uning qiymati necha metr taqsim sekundga teng? Demak, hop. Va teng 1.8 km taqsim minut ekan. Buni metr taqsim sekundga o'tkazishimiz kerak. Demak, 1.8 ko'paytirib kilometrimiz 1000 taqsim minutimiz 60 metr taqsim sekundga teng. Bu degani 1800 taqsim 60. Bu 30 metr taqsim sekundga teng. Javobimiz S. Ikkinchi savol. 10 R1 teng 2 R2 teng 5 R3 ga 1 va 2 g'ildiraklar bir o'qqa mahkamlangan, 2 va 3 g'ildiraklar tasma orqali bog'langan. A1 taqsim A3 ni toping. Bu ifodaga ko'ra radiuslar bir-biriga bog'lab olamiz. R2 taqsim R1 teng 5 ga R3 taqsim R1 imiz teng 2 ga. Birinchi va ikkinchi shkivlar bitta o'qqa mahkamlanganligi uchun bularda burchak tezliklar bir xil bo'ladi. Omega 1 teng omega 2 ga. Ikkinchi va uchinchisi tasma orqali bog'langanligi uchun bularda chiziqli tezliklar bir xil bo'ladi. V2 teng V3 ga. Demak, omega 1 o'rniga V1 taqsim R1, omega 2 o'rniga V2 taqsim R2 qo'yamiz. Bundan R2 taqsim R1 imiz teng V2 taqsim V1 ga. Yuqorida R2 taqsim R1 ni 5 ga tenglaganmiz. Demak, bizda V2 taqsim V1 5 ga teng ekan. Endi so'ralgan narsa A1 taqsim A3 topamiz. A1 imiz V1 kvadrat taqsim R1, A3 imiz V3 kvadrat taqsim R3 ga. Demak, V1 kvadrat R3 taqsim V3 kvadrat R1 ga teng. V1 taqsim V3 ni kvadrati ko'paytiruv R3 taqsim R1 ga teng. V1 taqsim V3 imiz bizda 1 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Bundan bu 1 taqsim 25 ga teng. R3 taqsim R1 imiz 2 ga tengligidan bu 2 taqsim 25 ga teng. Javob 2 taqsim 25. Ha, javob. Rasmda berilgan qushlar teng ta'sir etuvchisini toping. Chizmaga e'tibor beradigan bo'lsak, F3, F4 va F1. Ular bitta umumiy yig'indiga teng bo'ladi. Buni biz qandaydir F 4 ta vektor bo'ladigan bo'lsa, F A vektor deydigan bo'lsak, bu teng bo'lyapti. F3 plus F4 plus F1 ga teng bo'lyapti. Va uni yo'nalishi shu o'q bo'yicha joylashgan. Bundan ko'rinib turibdiki, F2 bilan bularning yig'indisi teng ekan. F2 plus F A'imiz bizda umumiy F natijaviyga teng bo'ladi. Demak, F natijaviy teng 2 ta F2 ga. Javob S. To'rtinchi savol. Quyidagi birliklarni qaysilari biri bilan taqqoslash mumkin? Kilometr taqsim minut bizda tezlik ifodasi. Hop. Bo'lsa, kilometr ko'paytiruv metr taqsim minut bu impuls. Kilogramm desimetr soat kvadrat bu degani M ko'paytiruv S taqsim T kvadrat. Bu degani M ko'paytiruv S taqsim T ko'paytiruv T. Bu narsa bizda V ga teng. MV taqsim T yoki MA desak bo'ladi. Bu Newtonga teng. Dasini ko'radigan bo'lsak, M ko'paytiruv S taqsim T. Bu M V degan. Bu ham bizda impuls ifodalaydi. Shundan kelib chiqadiki, javob B va D. B javob.
5-chi savol. Mayatnikning maksimal og'ishi 12 sm. Mayatnik chetki, demak, amplitudasi bor ekan. 12 sm. Mayatnik chetki holatdan harakatni boshlaydi va a/2 masofani xo'p, ximiz teng a/2 masofani t teng 0,5 sekundda bosib o'tadi. Shu ma'lumotlardan foydalanib, qolgan 4,5 sekundda mayatnik qancha masofani bosib o'tadi? Harakat tenglamasini yozsak, demak, chetki vaziyatdan boshlanganligi uchun bosim kosinus qonuni bo'yicha o'zgaradi. Kosinus omega dagi x o'rniga a/2 teng a-yu kosinus 2 pi taqsim t ko'paytiruv 1/2 ga teng. Qisqartiramiz. Demak, kosinus pi taqsim t teng 1/2 ga. Pi taqsim t imiz teng pi taqsim 1/2 imiz pi taqsim 360 gradusga teng bo'ladi. Demak, davrimiz t ekan 3 ga. Savolda aytilyaptiki, 4,5 sekundda mayatnik qancha masofani bosib o'tadi? Bu degani 1,5 ta davr davomida bilamizki, bitta davrda mayatnik 4 ta amplitudani bosadi. Yarimta davrda esa u 2 ta amplitudani bosadi. O'sha holatda umumiy s masofani topsak, 6 ta amplituda bo'ladi-da. 6 ko'paytirib 12 teng 72 santimetr. Javobda 6-chi savol. Massasi 8 kg bo'lgan jism yuqoriga 30 tezlik bilan otildi. Jismning maksimal potensial energiyasini toping. Bilamizki, to'l energiya har doim maksimal kinetik energiyaga yoki maksimal potensial energiyaga teng. Bundan kelib chiqadiki, maksimal potensial energiyani topishimiz uchun shunchaki maksimal kinetik energiyani topsak bo'ldi. Xo'p, W kinetik teng mv kvadrat taqsim 2. 8 ko'paytirib 30 kvadrati 900 taqsim 2. 3600 joulga teng. Javobimiz B. 7-chi savol. Bir xil kuch m1 massali jismga 2. Demak, F kuch beryapti ekan, m1 massali 2 tezlanish. F kuchimiz beryapti ekan, m2 massali jismga 6 tezlanish. Shu kuch m1 minus m2 massali jismga qanday tezlanish beradi? m1 va m2 orasidagi bog'lanishni ifodalasak, 2 ta m1 teng 6 ta m2. m1 teng 3 ta m2 ga. m1 minus m2 miz teng bo'ladi 3 ta m2 minus m2 ga. Bu 2 ta m2 ga. Demak, F kuchimiz m2 massali jismga 6 m2 ta'sir qilsa, 2 m2 massaliga qandaydir a tezlanish ta'sir qiladi. Qisqartirsak, a tezlanishimiz 3 chiqadi. Javob B. 8-chi savol. Massasi m bo'lgan O sterjen rasmda ko'rsatilgandek muvozanatda turibdi. Bunda m teng 2 kg, O 1,5 cm, 1,5 metr, sinus alfa 0,8 ga teng. F kuchning O nuqtaga nisbatan kuch momentini toping. Demak, F kuchimiz yuqoriga yo'nalgan ekan. Bunga yelka mana shu masofa bo'ladi. Masofani hisoblasak, hop, bu 1,5 metrga teng bo'lsa, sinus alfa teng x desak, x taqsim 1,5. Demak, ximiz teng bo'ladi 1,5 ko'paytirib 0,8. Bu 1,2 metrga teng. Bizdan so'ralyapti F kuchning momentini so'rayapti. Demak, F ko'paytirib 1,2 metr teng bo'ladi mj ko'paytirib buni og'irligi o'rtadan yo'nalgan 0,6 ga. Shu bizda m ga teng. M ni hisoblaydigan bo'lsak, 0,6 ko'paytirib massasi 2 kg ko'paytirib 10 ga. Bu 12 newton ko'paytirib metrga teng. Javobimiz B javob. 9-si. Kerosinga solingan ikkita bir xil 20 cm kub hajmli sharchalarning zichliklari 4 marta farq qiladi. Birinchi jism kerosinga yarim botgan holatda turgan bo'lsa, ikkita rangli kuchini toping. Demak, zichligi 4 ta ro'yu ro'ga teng. Pastki tomonga
P1 og'irlik kuchi ta'sir qiladi. Yuqoriga F1 Arximed kuchi va bu yerda taranglik kuchi. Jismda pastga P2 og'irlik kuchi, yuqoriga F Arximed 2 ta'sir qiladi. Tenglamasini yozsak, birinchi jism uchun P1 minus F1 teng T ga, ikkinchisida F2 teng P2 plus T ga. Bundan ham T'ni topadigan bo'lsak yoki shu bo'yicha hisoblasak, P1imiz teng bo'lyapti M1J minus F1imiz ro suyuqlik va jism J teng T ga. F2 miz teng bo'lyapti ro suyuqlik va jism taqsim 2 J minus M2J teng T ga. Tenglavorsak, M1imiz 4 ta ro va jism J minus ro suyuqlik va jism J teng ro suyuqlik va jism taqsim 2 J minus ro va J va jism J'larga bo'lib o'rsak, demak 4 ta ro minus ro suyuqlik teng ro suyuqlik taqsim 2 minus roga 5 ta roimiz teng 3 ro suyuqlik taqsim 2 ga. Demak, roimiz teng bo'ladi 3 ro suyuqlik taqsim 10 ga. Suyuqlik zichligi kerosin bo'lganligi uchun 800 ga teng. 3 ko'paytiruv 800 taqsim 10 teng 240 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, yuqorida jism zichligi 240, pastdagi jism zichligi 4 marta katta 960 ga teng. Bizdan taranglik kuchi so'ralyapti. Bu birinchi ifodadan taranglik kuchini topsak, T teng 4 ta ro minus ro suyuqlik va jism J ga teng. 4 ta roimiz 960 minus 800 va jismimiz 20 cm ko'p ekan. 20 ko'paytirib 10 minus 6 ko'paytirib 10 ga hisoblasak, 160 ko'paytirib 2 ko'paytirib 10 minus 4 bu degani 32 milli Newton degani. Javobda faqatgina bu yerga milli Newton deyishimiz kerak. Javobda 10-savol. 4 kilogramm massali jism 3 metr taqsim sekund tezligi bilan sharq tomonga harakatlanmoqda. Massasi 0,5 kilogramm bo'lgan ikkinchi jism 10 metr taqsim sekund tezligi bilan janub tomonga harakatlanmoqda. Sistema massa markazi tezligini toping. Demak, impuls umumiysini topadigan bo'lsak, perpendikulyar bo'lganligi uchun P1 kvadrat plus P2 kvadratga teng. Bu degani 4 ko'paytirib 3 12, 12 ni kvadrati plus 0,5 ko'paytirib 10 5 ni kvadrati. Bu degani 10 chiqadi. Sistemamiz umumiy holatda birga harakatlangandan keyin M1 plus M2 u tezligi bilan 13 harakatlanar ekan. Demak, buni topadigan bo'lsak, 13 taqsim 4 plus 0,5 4,5 ga teng. Bu degani 26 taqsim 9. Javob A. 11-savol. 3,6 kilogramm yog'och bo'lagi yonganda taxminan necha kilovat-soat issiqlik ajraladi? Quvni topsak, M quvga teng 3,6 ko'paytirib 10^7 joule. 1 kilovat-soat energiyani qancha joulligini hisoblaymiz. Demak, 1000 watt ko'paytirib 3600 sekund. Watt sekundimiz joulga teng. Demak, 3,6 ko'paytirib 10 ni 1 2 3 4 5 6 darajasi joule ekan. Bu yerda 3,6 ko'paytirib 10 7 joule ekan. Bundan kelib chiqadiki 10 kilovat-soat. Javob A. 12-savol. Bir mol kislorodni massasini toping. Demak, M teng mu ga teng. Bu 32 grammga teng. Javob C. 13-savol. Gaz uchun konstanta bo'lib, hajm ortib borayotganda jarayonda temperatura qanday o'zgarishlarni?
Demak, berilgan ekan p va kvadrat teng konstanta. Klapiron tenglamasiga ko'ra p va taqsim t bu ham o'zgarmas. Nisbat oladigan bo'lsak, bizda v timiz o'zgarmas qiymatga ega bo'ladi. Timiz teng 1 taqsim v ga. Ya'ni mana shu ifoda o'rinli bo'lar ekan. Savolga qaytamiz. Hajm ortib borayotgan bo'lsa, demak, temperatura o'z-o'zidan hajmga teskari proporsionalligidan hajm ortayotgan bo'lsa, temperatura kamayadi. Javob. 14-savol. Ideal qarni issiqlik dvigatelida isitgichdan T1imiz 400 kelvin ekan. Issiqlik oladi. Sovutgichga T2imiz 300 kelvin issiqlik beradi. Dvigatel 1 daqiqada 600 gram tabiiy gaz yoqadi. T teng 60 sekundda M teng 0,6 kilogramm tabiiy gaz yoqadi. Tabiiy gazda solishtirma yonish issiqligi quvimiz teng ekan 44 ko'paytirib 10⁶ joule taqsim kilogramm. Dvigatel quvvatini toping. Demak, T teng 400 minus 300 taqsim 400 teng bo'ladi. N ko'paytirib T taqsim quv M ga. Bundan N ni topadigan bo'lsak, quv M taqsim 4 ta T ga teng. 44 ko'paytirib 16 ko'paytirib 0,6 taqsim 4 ko'paytirib 60. 11. Hop, qisqartirsak 11 ko'paytirib 10 ni 4-si vatt yoki 110 kilovat chiqadi. Javobimiz S. 15-si. Hajmi 40 metr kub bo'lgan xonadagi nisbiy namlik. Demak, nisbiy namligimiz 80% ga teng ekan. Hajmimiz 40 metr kubga. Agar xona harorati 24 gradusga teng bo'lsa, xonadagi suv bo'g' massasini toping. Demak, 80% teng ro taqsim 24 gradusda to'yingan suv bo'g'iz zichligi 21 taqsim 8 ga teng ekan. Ko'paytirib 100 ga. Demak, royimiz teng 21/8 ko'paytirib 0,8 ga. Hisoblasak 64 4 16 17 17,44 gram taqsim metr kubga teng ekan. Massasini topsak ham teng rova degani 17,44 ko'paytirib 40. Bu degani 6 7 9 6 697,6 gramga teng. Javob A. 16-si. 4 nanokulon va -2 nanokulon zaryadlar bir-biridan 10 cm masofada joylashgan. Shu zaryadlarni tutashtiruvchi kesmada maydon kuchlanganligi 0 ga teng bo'lgan nuqta birinchi zaryaddan qanday masofada joylashgan? Demak, zaryadi 4 nanokulon, zaryadi -2 nanokulon. Oradagi masofa 0,1 metr. Javob santimetrda ekan. Santimetrda hisoblasak ham bo'laveradi. 10 santimetr savolda aytilyapti. Shu kesmada maydon kuchlanganligi birinchi zaryaddan qanday masofada joylashgan? Demak, oraliqdagi ixtiyoriy nuqtani oladigan bo'lsak, maydon kuchlanganligi 0 ga teng bo'lmaydi. Chap tomonda oladigan bo'lsak, maydon kuchlanganligi yetmaydi. Shuning uchun o'ng tomondan qandaydir shu yerda A nuqtani olamiz. Bu masofani x deymiz. Shu nuqtada birinchi zaryadda maydon kuchlanganligi o'ng tomonga y1, ikkinchi zaryadda maydon kuchlanganligi chap tomonga y2 ga teng. Shu yerda natijaviy maydon kuchlanganligi 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni modullar bir-biriga tengda. K quv 1 taqsim 10 plus x kvadrati K quv 2 taqsim x kvadrat. Qisqartiramiz. 4 taqsim 10 plus x kvadrati 2 taqsim x kvadrat. Demak, 10 plus x taqsim x kvadrati teng 2 ga.
Bundan 10 plus x taqsim x teng ildizli 2 ga 10 plus x teng ildizli 2 x ga teng. X topadigan bo'lsak 10 teng x chiqaramiz, ildizli 2 minus 1 ga teng. Demak x'imiz teng 10 taqsim ildizli 2 minus 1 ga teng. Yoki 10 ildizli 2 plus 1 ga teng bo'ladi. Hisoblasak, hop, ildizli 2 dan 1,4 chiqadi. Unga 1 ni qo'shsak 2,4. 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak 24 taqriban. 1,41 deylik. 1,41 ga 1 ni qo'shsak 2,41. 10 ga ko'paytirsak 24,2. Bizdan so'ralgan narsa birinchi zaryaddan qancha masofada deyilgan. 10 plus x topishimiz kerak. Bu degani 34,2 taqriban D javobga teng. 17-savol. Sig'imizda bo'lgan zaryadlangan kondensator plastinkalar qarshiligi R bo'lgan o'tkazgich orqali tutashtirildi. Kondensator zaryadining 0,1% qismi o'tkazgich orqali o'tishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Demak, kondensatordagi zaryad Q teng U ko'paytirib ga teng 0,1% qismi o'tdi degani Q1 zaryadimiz teng, buni 0,1% ga teng. Buni 100% desak 0,1% U taqsim 1000 ga teng. Q1 da o'rniga I ko'paytirib qo'yib, buni U taqsim 1000 desak, T'ni topadigan bo'lsak, T teng U taqsim I ko'paytiruv 1000. U taqsim I'miz bizda R ga teng. Demak, R taqsim 1000. Javob A. 18-savol. Vakuumda joylashgan nuqtaviy zaryadni o'zidan yer masofada hosil qilgan maydon kuchlanganligi 8,82 volt taqsim metr bo'lsa, kerosin ichida shu masofadagi maydon kuchlanganligi qanchaga teng? Maydon kuchlanganligi KQ taqsim R kvadratga teng. Muhitda vakuum uchun yoki bu vakuumda muhit uchun yozadigan bo'lsak, K taqsim epsilon Q taqsim R kvadrat yoki E0 taqsim epsilon desak bo'ladi. E0 taqsim epsilon. E0'imiz 8,82 2,1 ga bo'lamiz. Bo'lsak 4 da 8,4 4,2 ni ichida 2 ta. Demak 4,2 volt taqsim metr. Javob. 19-si. Zaryadlangan sharning radiusi 2 marta oshirilsa, uning elektrostatik energiyasi qanday o'zgaradi? Zaryadlangan sharda energiyasi W teng Q phi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Yoki Q taqsim R taqsim 2 desak, KQ kvadrat taqsim 2R ga teng bo'ladi. Bundan energiyamiz proporsional 1 taqsim R ga. 2 marta oshirilsa, maydon energiyasi 2 marta kamayadi. Javob. 20-si. Uchta bir xil qarshilikda nechta turli usulda o'zaro ulash mumkin? Birinchi holatda uchalasini ketma-ket ulasak bo'ladi. Ikkinchi holatda uchalasini parallel ulasak bo'ladi. Uchinchi holatda ikkitasini parallel va uchinchisini bunga ketma-ket ulasak bo'ladi. To'rtinchi holatda ikkitasini ketma-ket qilib, uchinchisini bunga parallel ulasak bo'ladi. O'sha holatda 4 xil ulash, ya'ni javob chiqadi. 21-savol. Yuqasi 56 volt ekan. Demak, epsilon 56 volt bo'lgan elektr zanjiridagi ideal ampermetr ko'rsatkichini aniqlang. Demak, bu yerdan o'tayotgan I tokni topishimiz kerak ekan. Sistemaning umum qarshiligini topamiz. I tok kelyapti, bu yerda 2 ga ajraladi. I1 I2 ga. Tok harakatlanib turib, diod ekan. Diod bu yerda tokni o'tkazmaydi. Shuni hisobiga barcha tokimiz I2 yo'nalishda harakatlanadi. Bundan kelib chiqadiki, harakat yo'nalishi mana shu holatda bo'ladi.
O'sha holatda 3 ohm qarshiligi bilan 5 ohm qarshilik bir-biriga ketmaga to'langan bo'ladi. Ketmaga to'langanda umumiy qarshilik topadigan bo'lsak, yig'indiga teng bo'lib, bu 8 ohmga teng. I9 topsak, epsilon taqsim R umumiy. Demak, 56 taqsim 8 bu 7 ga teng. Javob. 22-savol. Uzunligi L bo'lgan simda umumiy zaryad Q ga teng. Agar zaryadli zarrachalarning tartibli harakatdagi tezligi V ga teng bo'lsa, o'tkazishdagi tok kuchini toping. Bizga berilibdi L, Q va V. Hop, tok kuchi I teng Q taqsim T ga teng. T ni o'rniga yozishimiz mumkin. L taqsim V ni. Demak, QV taqsim L. Javobimiz QV taqsim L S javob ekan. 23-savol. Magnit maydonida induksiya vektorlari x, y, z o'qlaridagi proyeksiyalar mos ravishda 0,2, 0,6, 0,9 ga teng. Shu qiymatlarga teng bo'lsa, natijada magnit maydon induksiyasini toping. Bu 3 ta o'q bo'yicha o'zaro perpendikulyar ekan. BN ni topadigan bo'lsak, bx kvadrat by kvadrat plus bz kvadratga teng. Hisoblaymiz. 0,2 ni kvadrati, 0,6 ni kvadrati, 0,9 kvadrati, 0,04, 0,36, 0,81 qo'shadigan bo'lsak, 0,4 qo'shsak 1,21. Bu degani BNimiz teng 1,1 milliteslaga teng. Javob A. 24-savol. G'altakning induktivligi L teng 0,02 Genriga teng. Tok kuchi 12 amperga teng. Magnit oqimini toping. Bizda magnit oqimi phi teng L ko'paytiruv I ga teng. 0,02 ko'paytiruv 12 0,24 Weberga teng. Javob milliveber bo'lganligi uchun bu 240 milliveberga teng. Demak, B javob. 25-savol. Magnit maydonda joylashgan eni 20 cm, bo'yi 30 cm bo'lgan to'rtburchak ramkadan 0,5 amper tok oqmoqda. Ramkadagi maksimal moment shunga teng bo'lsa, magnit induksiyasini toping. M teng B I S ga teng. B ni topadigan bo'lsak, M taqsim I S ga teng yoki M taqsim I A B ga teng. Momentimiz 240 ko'paytirib 10⁻³ i'miz 0,5 ko'paytirib 0,2 ko'paytirib 0,3. Demak, 240 taqsim 5 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3 ko'paytirib 10⁻³ 10⁻³. Qisqartirsak 240 taqsim 30 ga teng ekan. Bu degani 8 tesla. Javob S. 26-savol. Boshlang'ich energiyasi 50 millijoule bo'lib, unga g'altak ulandi. G'altakning tebranish davri. Boshlang'ich energiyamiz to'la energiya 50 millijoule. Davri 12 millisekund. T teng 28 millisekund vaqt o'tgandan keyin g'altakdagi energiyani toping. Demak, T'imiz teng bo'lyapti 2 ta T plus 4 ta millisekund. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, 2 marta kondensator energiyasiga aylangan va o'shandan 4 millisekund o'tgandan keyin yoki davrda 3dan 1 qismi o'tgandan keyingi g'altakda energiyasini topishimiz kerak. Demak, T o'rniga 4 millisekund qo'ysak bo'ladi. Kondensator to'la energiyasi yoki g'altak to'la energiyasini hisoblaydigan bo'lsak, bizda g'altak uchun yozamiz. Li kvadrat taqsim 2. Bu kosinus qonuni bo'yicha o'zgaryapti. Demak, Li0 kosinus omega T'ni kvadrat taqsim 2 qo'ysak bo'ladi. Bu g'altak emas, kondensator uchun ekan, sababi kosinus T0 bo'lgan vaqtda maksimal holatga intiladi. Bu kondensator o'sha holatda hisoblab turib, umumiy energiyadan ayirib qo'yamiz. Yoki g'altak uchun yozib ketaveraylik. Shu holatda g'altak bo'ladi. Sinus qonuni bo'yicha o'zgaradi. Li0 sinus omega T'ni kvadrati taqsim 2 ga teng yoki Li0 kvadrat taqsim 2
sinus kvadrat omega t ga teng. Bu narsa bizga teng bo'ladi to'la energiyaga. Demak, g'altaydi energiyasi teng bo'ladi to'layu sinus kvadrat omega t ga. To'la energiyamiz 50 ga teng. Sinus kvadrat omega o'rniga 2 pi taqsim t davrimiz 12 ga teng. Kichkina t'imiz 4 ga teng. 3 ga teng ekan. 50 ko'paytirib sinus kvadrat 2 pi taqsim 3 ga teng. Sinus 2 pi taqsim 3 da ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Buni kvadrat ko'tarsak 50 ko'paytirib 3 taqsim 4. Demak 12,5 ko'paytirib 3 37,5 millijoule'ga teng ekan. G'altaydi energiyasi. Javob. 7-si. Dielektrik singdiruvchanligi epsilon teng 2,5 hamda magnit singdiruvchanligi mu teng 1,6 bo'lgan muhitni sindirish ko'rsatkichini aniqlang. Sindirish ko'rsatkichi n teng ildiz ostida epsilon mu ga teng. Demak 2,5 ko'paytirib 1,6 25 ko'paytirib 0,6 yoki 0,16 yoki 5 ko'paytirib 0,4 2 ga teng ekan. Javob A. 28-savol. Optik zichligi n teng 5 taqsim 3 bo'lgan muhit ichida radius 15 sm bo'lgan shisha sfera ichida havo bo'shlig'i joylashgan. Sfera markazidagi havo bo'shlig'iga parallel yo'nalgan yorug'lik dastasi tushirilmoqda. Shu yorug'lik dastasi radiusini toping. Demak, bitta sfera bor ekan. Kattaroq chizamiz tushunarli bo'lishi uchun. Sferani markazida, xo'p, sferani radiusi 15 sm bo'lgan shisha sfera ichida, demak, buni radiusi 15 sm ga teng ekan. Havo bo'shlig'i bor ekan mana shu yerda. Sfera markazida havo bo'shlig'iga parallel yo'nalgan yorug'lik dastasi tushirilmoqda. Shu yorug'lik dastasi radiusini toping. Demak, shu yerdan bizga yorug'lik parallel holatda tushyapti. Bu yerdan ham parallel holatda tushyapti. Radiusni o'tadi, markazdan o'tadigan bo'lsa, tik holatda o'tib ketadi. Xo'p, buni radiusini r desak, shuni chizmani kattaroq qilib ishlaylik. Radiusini r deydigan bo'lsak, mana bu yerda kichik r radius topishimiz kerak. Demak, sinus alfa teng bo'ladi r taqsim r ga. Bu ham teng bo'ladi 1 taqsim n ga. Shundan r ni topadigan bo'lsak, r taqsim n ga teng. R imiz bizda 15 ga teng. N imiz 5 taqsim 3 ga teng. Demak, 15 ko'paytirib 3 taqsim 5 bu 9 sm ga teng ekan. Javob A. 29-si. 1 mm da 250 ta chiziqqa ega bo'lgan diffraksion panjara orqali 4-tartibli maksimum kuzatilmoqda. Agar kuzatish burchagi 30 gradus bo'lsa, hosil bo'layotgan yorug'lik to'lqin uzunligini toping. Demak, K lambda teng D sinus alfa ga. Lambdani topadigan bo'lsak, D sinus alfa taqsim K ga teng. D o'rniga 1 mm da 10⁻³ jami 250 ta. Sinus alfa 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. K ni qiymati 4 ga teng ekan. Demak, hisoblasak. Xo'p, 10⁻³ taqsim 500 2 ko'paytirib 10⁻³. Demak, 10⁻6 taqsim 2. Bu degani javob nanometrda so'ralgan ekan. 1000 ga ko'paytirib olsak bo'laveradi. 1000 taqsim 2 nanometr yoki 500 nanometrga teng. Javob A. 30-savol. Impuls 490 nanometr to'lqin uzunligiga ega foton impulsiga teng bo'lgan elektron tezligini toping.
Demak, impulsimiz P teng Y taqsim S ga teng yoki H nu taqsim S ga teng. Bundan H S taqsim lambda S ga teng. Qisqartirsak H taqsim lambda bo'lar ekan. Mana shu narsa bizga impuls mv ga teng ekan. V ni topadigan bo'lsak H taqsim lambda m ga. H'imiz 6,6 ko'paytirib 10⁻34-si. Lambda 49 ko'paytirib 10⁻8-si. Ko'paytiruv. Hop, elektron massasi 9,1 ko'paytirib 10⁻31-si. Hisoblasak 6,6 ko'paytirib 10⁵-si taqsim 49 ko'paytirib 9,1. Buni hisoblasak, hop, 6,6 660 ming desak, 660 ming bo'lingan 49 bo'lingan 9,1 1480 1480 metr taqsim sekund. Bu taxminan taqribiy bizga javobga keladi. 31-savol. Izotop uchun neytronlar sonini aniqlang. Neytron soni degani atom massadan tartib raqamda ayiramiz. Bu 125 ta. Javob B. 32. Quyidagi grafikda foton energiyasi yana chastota nuga bog'liqligi berilgan foton impulsini solishtiring debdi. Impuls boya yozganimizdek Y taqsim S ga teng. Energiyalar solishtirishimiz kerak. Qaysi birida energiya katta bo'ladigan bo'lsa, uning impulsi ham katta degani. Birinchisi uchun yozamiz. Y teng Y0 1 taqsim hop 1 minus 1 taqsim 9. Bu 8 Y0 taqsim 9 ga teng. Ikkinchisi Y2 teng Y0 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 16. Bu degani 3 Y0 taqsim 16 ga teng. Uchinchisi Y3'imiz teng Y0 1 minus 1 taqsim 4. Bu degani 3 taqsim 4 Y0 degani. Eng katta energiyamiz bizda birinchisi, keyin uchinchisi va ikkinchisi. Bundan kelib chiqadiki P1, P3, P2. P1, P3, P2. Javob D. Hop, 33-35-savollar. Uzunligi 5 kilometr bo'lgan mis sim orqali stansiyadan elektr energiyasi uzatilmoqda. Stansiyada kuchlanish 4 kilovoltga teng iste'molchiga yetib borayotgan foydali quvvat 90 kilovatni tashkil qiladi. Liniyadagi kuchlanish yo'qotishi 10% ga teng. Demak, 33-savolda liniyada kuchlanish tushuvini toping. Liniyadagi kuchlanish tushuvi, ya'ni yo'qolayotgan kuchlanishimiz, u tushuvi teng 10% yo'qolyapti. 0,1 ko'paytirib U ga. Bu 400 voltga teng. Javob S. 34-si. Liniyadan oqayotgan tokni toping. Payimiz teng I 10 ga teng. Bundan I ni topadigan bo'lsak, P taqsim 10 ga teng. Quvvatimiz 90 kilovat bo'lsa, 91, 2, 3 taqsim 10'imiz. Ya'ni qolgan energiyasi yoki qolgan kuchlanishimiz 4000 volt kuchlanish bor, 400 voltda tushib ketyapti. Demak, 3600 qolyapti. Qisqartirsak, i'miz teng 900 taqsim 36. 9 ga bo'lsak 100 taqsim 4. Bu 25 amperga teng. Javob D. 35-si. Ikki liniyali simda umumiy massasini toping. Demak, qarshilik topadigan bo'lsak, R teng U tushuvi, ya'ni chiqib ketayotgani taqsim I ga teng. Bundan 400 taqsim 25 16 ohmga teng. Qarshilik topadigan bo'lsak,
R teng rho L taqsim S dan 2 ta. Chunki 2 tomonlama sim bo'ladi. Bundan S topadigan bo'lsak, S'imiz teng 2 rho L taqsim R ga teng. Massani topsak endi. M teng hop 2 ko'paytiruv rho zichlik S ko'paytiruv L hisoblasak 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv rho qanaqa simati bu? Mis zichligi 8900 ko'paytiruv 1,7 ko'paytiruv 10-8-si mis uchun ko'paytirilgan 25 ko'paytiruv 16-si taqsim 16 ga teng. Hisoblasak M teng hop qisqartirib yuborsak 4 qoladi. 89 ko'paytiruv 1,7 ko'paytiruv 25 o'zi bo'ladi. Qisqarib ketdi. Taqsim 4 ga hisoblasak taqribiy 946 kilogrammga teng bo'ladi. Javobimiz javob. 36-savol. 4 kilogramm massali jism 80 metr balandlikda tinch holatda turganida brutor nisbati ikkita bo'lakka parchalandi. Parchalanish natijasida kichik massali bo'lak gorizontal yo'nalishda 120 metr taqsim sekund tezlikka ega bo'ladi. Parchalanish jarayonida havo qarshiligi hisobga olinmaydi va gorizontal yo'nalishda impuls saqlanadi deb qaraladi. Parchalanishdan keyin katta massali bo'lak kinetik energiyasini toping. Demak, brutor nisbatda bo'linsa 4 kilogrammimiz M1imiz 0,8 kilogrammga teng bo'ladi. M2imiz 3,2 kilogrammga. Demak, 0,8 kilogramm massali 120 tezlik bilan harakatlansa, 3,2 kilogramm massali esa v tezlik bilan harakatlanadi. V ni topsak 30 metr taqsim sekundga teng. Kinetik energiyamiz teng bo'ladi. 3,2 ko'paytiruv 30 kvadrati taqsim 2. 1,6 ko'paytiruv 900 ko'paytirsak 1440 joulga teng bo'ladi. Demak, 1440 ga teng. Basida har ikki bo'lak yerga tushgunga qadar ular orasida hosil bo'ladigan gorizontal masofani aniqlang. Demak, T'imiz teng ildiz 2h taqsim j ga teng. Bu degani 2 ko'paytiruv 80 taqsim 10 teng 4 sekundga. S topadigan bo'lsak V1 plus V2 T ga teng. V1imiz 120 ga teng bo'ldi. V2imiz 30 ga teng bo'ldi. 4 sekund harakatlansa 150 ko'paytiruv 4 600 metrga teng. Javob 600. 37-si. Idishdagi suvga sharcha ip yordamida tushirildi va idish rasmda ko'rsatilgan kabi gorizontal yo'nalishda A tezlanish bilan harakatlana boshladi. Agar A 7,5 metr taqsim sekund kvadrat va 6 desimetr kub bo'lsa, sharchaga ta'sir qilayotgan Arximed kuchini toping. Bu yerda natijaviy tezlanishni topamiz. A yanamiz teng j kvadrat plus A kvadrat. Demak, bu degani 100 plus 7,5 kvadrati 7,5 kvadrat. Hop. 49 6 725 56 25 156 25 ga teng. Bundan ildiz taqribiy 12,5 ga teng. Arximed kuchini topadigan bo'lsak, F Arximed teng rho suyuqlik va jism A n ga teng. Hisoblasak F Arximed 1000 ko'paytiruv 6 ko'paytiruv 10-3 ko'paytiruv 12,5. Bu bilan bu qisqarsa 6 ni 12,5 ko'paytirsak 75 newtonga teng. Demak, Arximed kuchi 75 newton ekan. Basida epsi taranglik kuchini toping. X o'qi bo'yicha kuch hosil bo'ladi.
fximiz teng bo'ladi ro jism minus ro suyuqlik va jism a ga. Y o'qi bo'yicha kuch hosil bo'ladi. Hop. Ro jism minus ro suyuqlik va jism j ga hisoblasak. Ro jism zichligi alyuminiy ekan. Alyuminiy zichligi 2700 ga teng. 1000 da ayirsak 1700. Ko'paytirib 6 ko'paytirib 10 minus 3-si ko'paytirib 7,5. Bu hop 150 ko'paytirib 1700 ko'paytirib 10 minus 3-si 15 ko'paytirib yo'q adashdik. Hop 6 ni 7,5 ko'paytirsak 42 45 ekan. 45 ko'paytirib 1700 ko'paytirib 10 ni minus 3 yoki 45 ko'paytirib 1,7. Bu 76,5 newtonga teng. Hop endi y o'qi bo'yicha 1700 ko'paytirib 6 ko'paytirib 10 ni minus 3 ko'paytirib 10. Bu 17 ko'paytirib 6 ga teng. Bu 112. 6 kira 7 42 yo'q 102 ga teng ekan. Natijaviysini topsak bu taranglik kuchiga tengda endi. 102 ni kvadrati 76,5 ta kvadratiga teng. Bu taxminan 127,5 newtonga teng. Javob 127,5 newton. 38-si. Silindrning asosi yuzasi 80 cm kvadrat hamda massasi 200 gram. U vertikal holatda suvga botirildi. Silindr muvozanat holatida 5 cm pastga botirib qo'yib yuborildi. Pini 3 deb hisoblash kerak ekan. Aslida hosil bo'ladigan tebranishlar davrini toping. Tebranish davri T teng 2pi ildizda m taqsim ro suyuqlik s j ga teng. Hisoblasak 2pi ildiz ostida 0,2 1000 ko'paytirib yuzasi 80 cm kvadrat 80 ko'paytirib 10 minus 4 ko'paytirib 10 qisqartirsak 1 taqsim 400 ko'paytirib 2pi ga teng. Bu degani 2pi taqsim 20 yoki pi taqsim 10 ga teng. Bu 0,3 sekund. Javob 0,3 ga teng. Basida maksimal tezligi qanday? Maksimal tezligi v teng omega a ga teng. Omegamiz 2pi taqsim t ko'paytirib a ga, demak 2pi taqsim t imiz 0,3 ko'paytirib 5 ko'paytirib 10 minus 2-si. Demak 20pi taqsim 3 ko'paytirib 5 ko'paytirib 10 minus 2-si. Pi bilan 3 qisqarib ketsa 100 ko'paytirib 10 minus 2-si bu 1 ga teng bo'ladi. Javob 1. 39-si. Massasi 5 kg bo'lgan geliy gaz hajmi 2 metr kub bo'lib, harorati 127 gradusga teng. Gaz izobarik ravishda 2,5 metr kubgacha kengaydi. Aslida keyingi harorati toping. Demak, izobarik ravishda bo'lsa v1 taqsim t1 teng v2 taqsim t2. v1imiz 2 ga teng, t1imiz 400 ga teng, v2imiz 2,5 ga teng, t2 ni topishimiz kerak. t2 teng 500 Kelvin. Javob 500 ga teng. Basida gazga berilgan issiqlik miqdorini toping. Q teng delta O plus A ga yoki 5 taqsim 2 m taqsim mu r delta t ga teng. 5 taqsim 2 ko'paytirib 5 taqsim 4 ko'paytirib 10 minus 3 ko'paytirib 25 taqsim 3 desak yerda ko'paytiramiz 100 ga o'zgardi. Hisoblasak qo'yimiz teng 25 625 taqsim 824 ko'paytirib 10/5. Buni taqribiy hisoblasak 625 ta 25 ga bo'lsak 25 chiqadi. 24 ga bo'lsak 25 dan kattaroq son chiqadi. Bo'lib ko'ramiz. Demak, bo'lib ko'rsak taqribiy 26 chiqdi.
26 ko'paytirib 10 beshinchisi. Demak, bu degani 26 yu 1, 2, 3, 4, 5 joulga teng bo'ladi. 40-savol. Issiqlik mashinasi isitgichdan 800 kelvin temperaturada 12 kilojoul issiqlik oladi va uni 3 kilojoul qismini sovutgichga beradi. Mashina doimiy ishlayotganda isitgich va sovutgich temperaturalari o'zgarmaydi deb qaraladi. Issiqlik mashinasi bilan ishlayotgan sovutgichning temperaturasini toping. Demak, boshlang'ich holatda 800 isitgich T2 sovutgich taqsim 800 teng 12 minus 3 taqsim 12 ga. Bu 9 taqsim 12 ga teng yoki 3 taqsim 4 ga. 4 bilan 800 qisqartirsak 200. Demak, 800 minus T2 teng 600 ga. T2 ni topsak 200 kelvinga teng. Demak, javobimiz 200. Basida agar sovutgich temperaturasi o'zgarmagan holda isitgich temperaturasi 2 marta oshirilsa, mashinaning foydalanish koeffitsiyenti necha marta ortadi? Boshlang'ich holatda foydalanish koeffitsiyentimiz 800 minus 600 yo'q 200. 200 taqsim 800 bu degani 600 taqsim 800 bu 200 ga bo'lsak 3 taqsim 4 ga teng. Ikkinchi holatda 2 barobar oshirsak 1600 minus 200 taqsim 1600 ga teng. Bu 1400 taqsim 1600 ga teng. 200 ga bo'lsak 7 taqsim 8 ga teng. Bizdan yerda 2 taqsim, yerda 1 so'ralyapti. 7 taqsim 8, 3 taqsim 4 qisqartirsak 7 taqsim 6 chiqadi. Demak, 7 taqsim 6 marta ortadi ekan. 41-si. Tomoni 20 sm bo'lgan muntazam uchburchakning ikki uchiga Q1 8 nanokulom va Q2 -4 nanokulom zaryadlar joylashtirilgan. 3-uch geometrik markaz sifatida qaraladi va shu nuqtadagi potensial qiymatini hamda undagi kuch maydonini ta'siri o'rganiladi. Aslida 3-uchdagi umumiy elektr potensialni aniqlang. Demak, bizga muntazam uchburchak kerak ekan. Chizamiz. Birinchi zaryadimiz Q1 8 nanokulom. Ikkinchi zaryadimiz Q2 teng -4 nanokulom ekan. Uchinchi nuqtamiz shu nuqtaga teng bo'lsin. Shu nuqtadagi potensial topamiz. Fi natijaviyimiz teng bo'ladi Fi1 plus Fi2 ga. Fi1imiz K Q1 taqsim A plus K Q2 taqsim A ga teng. K taqsim A ni chiqarsak Q1 plus Q2 ga teng ekan. K ni qiymati 9 ko'paytirib 10 9-si taqsim A imiz 20 sm. Bu 0,2 metr. Q1imiz 8 ko'paytirib 10 9-si, Q2imiz -4 ko'paytirib 10 9-si. Hisoblasak. Hop. 9 ni 0,2 ga bo'lsak 45 ko'paytirib 10 9-si ko'paytirib 4 ko'paytirib 10 9. Qisqarsa javob 180 volt chiqadi. Demak, 180 volt ekan. Basida 3-uchiga 6 nanokulom sinov zaryadi kiritildi. Ushbu sinov zaryadini uning qarshisidagi tomonni o'rtasiga ko'chirish uchun bajariladigan ish miqdorini toping. Demak, yana muntazam uchburchak chizamiz. Q1 zaryad, Q2 zaryad va bu yerga Q3 zaryad qo'yilibdi. Q3 zaryadni shu yerga ko'chirishimiz kerak ekan. Ya'ni A nuqtaga. Demak, bajarilgan ishimiz A teng Fi1 minus Fi2 Q ga teng bo'ladi. Fi1 topadigan bo'lsak, boshlang'ich nuqtadagi birinchi nuqta bo'lsin, A nuqtamiz ikkinchi nuqta bo'lsin. Birinchi nuqtadagi umumiy potensialimiz birinchi va ikkinchi zaryadlarda potensiali bo'ldi. Bunda Fi1imiz 180 voltga teng bo'ldi. Endi Fi2 ni topamiz. Fi2imiz 20 sm bo'lsa, zaryadlarda 10 sm masofadagi umumiy potensialni topamiz. K taqsim A ni chiqarsak, A taqsim 2 bo'ladi bunda. Q1 o'rniga qo'yib ketaveramiz. K imiz 9 ko'paytirib 10 9, masofamiz 0,1 metr. Q1imiz 9 yo'q 8 ko'paytirib 10 9 yu -4 ko'paytirib 10 9-si. Demak, 90 ko'paytirib 10 9-si yu 4 ko'paytirib 10 -9. Qisqarsa Fi2imiz teng bo'lar ekan
360 voltga. Bajarilgan ishni topamiz endi. A teng F1 minus F2 qo'lga teng bo'ladi. Demak, 360 minus 180 ko'paytirib 6 ko'paytirib 10 ni minus 9-si. Bu degani 180 ko'paytirib 6 ko'paytirib 10 ni minus 9-si. Hop. 0 6 48 48 to'g'ri 10 1080 ko'paytirib 10 ni minus 9-si yoki 108 ko'paytirib 10 ni minus 8-si jo'g'liga teng. 42-si. Aktiv qarshiligi 12 ohm bo'lgan zanjir o'zgaruvchan tok tarmog'iga ulangan. Zanjirning to'ra qarshiligi 12 ohmga teng bo'lib, unga 27 volt qiymatdagi effektiv kuchlanish. Demak, aktiv qarshiligi bor ekan, 12 ohmga, Z bor ekan, 18 ohmga teng ekan. U effektiv kuchlanishimiz 27 volt bo'lsa, zanjirdagi reaktiv elementlar mavjud bo'lgani uchun tok bilan kuchlanish orasidagi faza siljishi kuzatiladi. A savolda aytilyapti. Ushbu zanjirda quvvat koeffitsiyentini aniqlang. Demak, aktiv va sig'im qarshilikda topadigan bo'lsak, xl minus ximiz teng bo'ladi. Ildiz ostida z kvadrat minus r kvadratga. Bu degani zimiz bizda 18 kvadrati minus 12 ni kvadrati. Bu 6 ko'paytirib 30 degani yoki xl minus ximiz teng bo'ladi. 6 ildizda 5 ga teng. Quvvat koeffitsiyenti kosinus fi teng r taqsim z ga teng. Hop. R'imiz 12 ga teng, z'imiz 18 ga teng. 6 ga bo'lib o'rsak 2 taqsim 3. Javob 2 taqsim 3 ga teng. Hop, berilgan sharoitda zanjirda oqib o'tayotgan effektiv tok kuchini toping. Effektiv tok kuchini topadigan bo'lsak, I effektiv teng bo'ladi. U effektiv taqsim Z ga. U effektivimiz 27 ga teng, Z'imiz 18 ga teng. Javob 3 taqsim 2 ga teng. Hozir bu yerda reaktiv qarshilikni hisoblashdan ham kerak yo'q ekan. Demak, quvvat koeffitsiyenti 2 taqsim 3 ga, effektiv tok kuchimiz 3 taqsim 2 ga teng ekan. 43-si. 600 nanometr to'lqin uzunlikdagi monoxromatik yorug'lik diffraksiya panjaraga tushmoqda. Diffraksiyaning panjara doimiy 3,5 mikrometr bo'lsa, eng katta maksimumni toping. Demak, bizda to'lqin uzunligi 6 ko'paytirib 10 minus 7 metr ekan. Hop, panjara doimiy esa D teng 35 ko'paytirib 10 minus 7 ga teng ekan metrda. Hop, endi eng katta maksimum toping. Qani topamiz? D sinus alfa teng K lambda. Qani topsak, D sinus alfa taqsim lambdaga teng. Buni butun qiymatini topishimiz kerak. D'imiz 35 ko'paytirib 10 minus 7 ko'paytirib sinus alfa taqsim lambdamiz 6 ko'paytirib 10 minus 7. Qisqartirsak, buni maksimal holatda 6 dan kichik chiqadi. Bu degani 5 degani. Javobimiz 5. Basida umumiy maksimumlar sonini toping. Umumiy maksimumlar soni n teng 2k plus 1 ga teng. Demak, 2 ko'paytirib 5 plus 1imiz 11 ga teng. Javob 11. 44-savol. Tinch holatdagi energiyasi 8 pikojoule bo'lgan zarra 0,6 s tezlik bilan harakatlanmoqda. Zarrani harakat relativistik sharoitda deb qaraladi. Asida ushbu zarraning kinetik energiyasini toping. Demak, tinchlikdagi energiyasi Y0 teng 8 ko'paytirib 10 minus 12-si joulga teng ekan. Bu m0 s kvadratga teng. Y ni topadigan bo'lsak, m s kvadratga teng yoki Y0 taqsim. Hop, 0,6 s da harakatlanayotgan bo'lsa 1 minus 0,6
s taqsim sani kvadrati. Demak, ya 0 taqsim 0,8. Bu 10 ko'paytirib 10 minus 12-siga teng bo'ladi. Endi kinetik energiyani topadigan bo'lsak, to'la energiyadan tashlidagi energiyani ayirishimiz kerak. Bu 2 pikojoule degani. Demak, 2 ko'paytirib 10 minus 12-si degani. Basida zarra impulsini toping. Zarraning impulsi P teng mv ga teng. Massa hop m0 taqsim 0,8 bo'ldi. Hisobladik. Voyamiz 0,6 s ga teng bo'ldi. Demak, 5 taqsim 4 m0 ko'paytirib 3 taqsim 5 s ga teng. Qisqarsa 3 taqsim 4 m0 s ga teng. Hop. m0 sani topishimiz kerak. Yuqorida m0 s kvadratimiz 8 ko'paytirib 10 minus 12-siga teng bo'lgandi. Bundan m0 sani topsak, 8 ko'paytirib 10 minus 12-si taqsim 3 ko'paytirib 10 8-si. Bu degani 8 taqsim 3 ko'paytirib 10 minus 20-si. Shu yerga qo'yib yuboramiz. Shu ifodani davom ettiramiz. 3 taqsim 4 ko'paytirib 8 taqsim 3 ko'paytirib 10 minus 20-si. Qisqartirsak 2 ko'paytirib 10 minus 20-si chiqar ekan. Demak, javob 2 ko'paytirib 10 minus 20-si. 45-si. Bir atom yadrosi ketma-ket n ta alfa parchalanish va 7 ta beta minus yemirilishdan o'tadi. Yemirilishlar ketma-ketligidan so'ng yadrodagi protonlar soni 9 taga kamaygani ma'lum. Asida nechta alfa parchalanish sodir bo'lganini aniqlang. Demak, n marta alfa parchalanish sodir bo'ldi desak, bu 4/2 ga teng plus 7 ta beta. Betamiz minus 1 0 hosil bo'libdi. Demak, ayu 9 ta kamaygan shu holatda. Hisoblaymiz. Demak, 2n minus 1 ko'paytirib 7 teng 9 ga. Bundan 2n teng 16 ga, n teng 8 ga. Javob 8 chiqadi. Basini hisoblasak. Ushbu yemirilishdan keyin atom massasi qancha miqdorda kamayganini toping debdi. Demak, 8/4/2 alfa plus 7/0 minus 1 beta teng ayu 9x ga. 8 ko'paytirib 4 plus 7 ko'paytirib 0 teng a ga. Ayimiz teng 32 ga. Javob 32.